Futbol intayin güzel, hem şundaqla rəhimsiz. Nurg'un soğuqlarni boshdan kechirdi. Men tugashdim. Shundoq men o'ldim. Pogba mavjud emas. To'g'ri. U Zidane'dan keyingi uningga eng yaqinlashgan. Hatto uningdan eshib ketish ehtimolligi eng zo'r hisoblangan. Ammo gigant rivoyatli to'pchi deb atalishga eng yiroq. Menga mo'jiza yaratolmaydigan talant egasi. Hatto o'z vaqtida Xandiq Madrid uningga erishmak bo'lib 120 million yevrolik yuqori baho ustiga yana Toni Kroosni qo'shib berishni o'ttirib qo'ygan. Shu chog'da sansizlagan kishilar uni mukammal o'ttir maydonning tipik vakili deb qaragan. Ammo 2018-yili dunyo chempionligini elib bir necha yil o'tgandan keyin uning ruhlantirg'ich dori tekshirish natijasi musbat chiqqanligi aniqlanib, Xalqaro futbolchilar birlashmasi tomonidan 18 oy musobaqaga qatnashish cheklanadi. Endi Aran deganda bu yil 3-oyda bu cheklama tartibsiz bekor qilinadi. Pogba talant egasi. Bu qilsinmas haqiqat. Shunaqla uning hikoyasining kirish so'z qismimi nayda mukammal boshlangan. U 16 yoshida kishini hayron qoldirgan talanti bilan Fergusonga o'xshash donliq trenerlarni o'ziga qartib oladi. Hamda Manchester birlashmasi yoshlar komandasida parlaq istiqbolga ega bo'lib yetilishga boshlaydi. Biroq haqiqiy qizil alvasdagi vakolatan jang qilish fursatiga erishamaslik va Ferguson bilan bo'lgan ziddiyat tufayli 3 yildan keyin, ya'ni 2012-yili 8-oyda Pogba Yuventusga yo'tkazildi. Italiya uning uchun kishini hayron qoldirgudek o'z yetilish muhitini hozirlab berdi. Ternerning ishonchisi va Pirlo, Vidal qatorliq peshqadam sakarlarning yetaklashi bilan qo'g'dishi ostida Pogbaning aslida kishini hang-tang qoldiradigan tug'ma talanti barbara portlash xarakterli holat bilan gavdalanib chiqdi. Tag'lotdagi tunji faslida u har turli musobaqalarda 37 qitim maydonga chiqib, o'zidagi badan afzalligi va bo'y egizligi bilan ta'tir tanasib hosil qilgan chabdas put osti texnikasi orqali ko'zga ko'rinishga boshlaydi. Uningdagi sezgur hujum iddisi, mahir mudofaa uni Night Tesla komandaning hujum va mudofaa sistemasidagi muhim bir halqaga aylantirdi. 2015-2016 yillik musobaqa faslida Allegrining qo'l ostida 10-nomerlik to'p kiyimiga ega bo'lgan Pogba o'zining kasbiy hayotidagi eng kuchli hukmronlik kuchini namoyon qilib, Italiya A darajaliklari birlashmasining ilg'or hujum tashkilotchilari qatoridan o'rin olish bilan birga shu fasllik eng yuqori nomerga erishgan to'pchisi bo'lib qoldi. Davlat komandasidagi Pogba Fransiya komandasini boshlab Yevropa lonkasini tanlash musobaqasining hal qilg'ich bosqichiga yetib bordi. Uning doimiy salohiyati tadrijiy namoyon bo'lishga boshlaydi. Pogba 2016-yildagi asabiy ifodasi orqali butun zardar klublarning ko'zini qamashtiradigan marvoyatga aylanadi. Hattoki 9 tal xonliq Madridmi uningga erishish uchun 120 million yevrolik yuqori baho ustiga Toni Kroosni qaytib berishni o'tirib qo'ydi. Ammo shu yil yozda Pogba yanada ish dastida ilgirki kuchidan qolgan zavalliqqa yuz tutayotgan qizil alvasdaga qaytib kelishni tanlaydi. Bu xuddi qadrini belishmay ayrilgan bir jup oshiqning talay javrlardan keyin birsi-birsining qadriga yetib qaytib tepishganiga o'xshash hikoya edi. Shunaq, bundaq hikoyalar intayin ta'sirlik. Ya'ni Pogba xavf ichida qolgan Manchester birlashmasini bir mahal qutqizganmi bo'ladi. Biroq hikoya hamon hikoya. U ba'zida shundoq go'zal, yana ba'zida u tragediyaga aylanadi. Uning qizil alvastidagi bu bir necha yillik hayoti xuddi xamilyonga o'xshash o'zgarishchan, avariyaga o'xshash turoqsiz bo'lib keladi. Pogba bu yerga Mourinho'dan faqat bir oylik keyin kelgan. Bu Pogbaning Mourinho tashabbus qilgan to'pchi ekanligini, Mourinhoning Manchester xonadonligini qayta qurib chiqish planidagi eng muhim halqa ekanligini tushuntirib bergan edi. Afsus, Pogba Mourinhoning orqasidan zaharli pichoq urib, uning Manchester birlashmasidan haydilishiga bir kishilik hissini qo'shdi. Mourinhoning Manchester birlashmasidagi natijasi hammaga ayon. Pogba nisbatan uning boshqarishi bek qattiq bo'lib ketgach, Pogba erkin bo'lolmay xafalik his qilgan edi. Garchi Manchester birlashmasida bu bir necha yilda masala ko'p. Natijasi burunqiga o'xshamasmi, lekin ayrim maydonlardagi ifodasidan qaraganda Pogbaning iqtidoridan gumonlanishga bo'lmaydi. U faqat pozitsiyasini shunchaki to'g'rilasila, alqil qurol o'ynab Manchester birlashmasini olg'a yetakligida bo'ladiganligini isbotlab bergan edi. Afsuslanarli shuki, nachar kasbiy axloq, har xil og'rinish va maydon sirtidagi turli ishlar yuqori bahoda qaytib kelgan Pogbaning tegishli qurolini joriy qildirishiga izchil to'sqinlik qilgan edi. Yana bir tarafdan 2018-yil yozda Pogba boshchiligidagi Fransiya komandasi Rossiya Dunyo lonkasi futbol musobaqasida to'sqinlarni supurib tashlab, oxirida Dunyo lonkasini qo'lga keltirdi. Argentina komandasi bilan bo'lgan musobaqada kiyim almashtirish o'yida uning to'lib toshgan sehiy kuchga ega nutqi uni bir mahal Fransiya komandasining ma'naviy dois qatoriga chiqarib qo'ygan. Eng oxirgi mukofot tarqatish marosimida Pogbaning usul o'yinigacha qadamlarini burab, lonkning yeniga kelgan ko'rinishi uning kontrol qilish tasbog'in qorin niyati va takabburligini namoyon etgan edi. Uning shu qiliqlariga yarasha yara uningga hamroh bo'lib, bir faslda bir necha maydon musobaqani to'liq o'ynay olmaslik.
2022 yillik Dünya Lonks futbol musobaqasiga qatnasholmaslik, axborot vositalari va jamiyat fikr besimi qatorliq omillar uning ruhiy holatida tadrijiy o'zgarish paydo qilib, uning klub bilan bo'lgan ziddiyati ba'zan keskinlashib ketadi. Ilgari Manchester birlashmasini o'zining uyi deb og'zidan tushirmaydigan bu bola oxiriga kelib Manchester birlashmasi bilan night ko'ngilsiz xo'shlashadi. Hattoki qizil alvasti uchun bir pulni yo'tkilish haqqi qoldirmaydi. Nayt güzel arzu armanlar bilen Juventus'a qaytgan Pogba tüzük musobaqaga qatnashmayla ruhlantirish doğrusu sababli aldı bilen 4 yil arz qilib yalvarib yurib cheklanish surkini 18 oyga tushirib bu yil 3 oyda aram qutulib ansiga telmirgan qushqoch bolasidek qayoqdan tomoq qachisi kelakin deb kunlarini mashq qilib o'tkazmoqda. Ilgari futbol sahnasidagi klub olmish rekordini buzib tashlagan. Net 100 million yevroluk talantli o'smir hozir xuddi o'zi degandek nolga aylandi. U hozir top tepishga mahir. Ama ancha top tep ketmaydigan, mejazi talantiga parlashmagan ish kutib turgan talant egasi bo'lib qoldi.